O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi birinchi o'yinni o'tkazdi va juda yaxshi o'yin o'tkazdi deb bemalol ayta olamiz. 3-1 hisobdagi mag'lubiyatdan keyin bu gapim sal g'alati eshitilishi mumkin, lekin futbolni tushunib ko'radigan insonlar aytishi mumkinki, biz o'ta hujumkor jamoaga qarshi o'ynadik va birinchi taymda juda chiroyli himoyadan oldik. Faqatgina ajoyib pasdan keyin fenomenal ijro evaziga urilgan gol bizni birinchi taymda mag'lubiyat bilan chiqib ketishimizga sababchi bo'ldi. Ikkinchi taymda esa ancha qo'sha oldik va Shomurodovning zo'r zarbasidan keyin Abbosning joyini to'g'ri tanlay olish qobiliyati evaziga hisobni tenglashtirdik va jang ko'rsata olishimizni isbotladik. Va qaysidir vaziyatda yutib ketsak degan fikr ham bor edi to'g'risi, lekin tan olib aytish kerak, biz tarkib jihatdan kuchsizroq edik. Shijoat va o'yinga bo'lgan konsentratsiya jihatdan emas, o'yinchilar borini berib o'ynash jihatdan biz kuchsiz emasdik. 2-1 bo'lganda durangga intildik va 3-golni o'tkazib yubordik. Bu futbolda bo'lib turadigan voqea. Biz boshqa kuchsiz jamoalar singari himoyaga yotib olmadik. Kerak payti oldinga ham chiqa oldik va kerak payti qayta oldik ham. Yutqazgan bo'lsak ham boshimizni tik tutgan holda yutqazdik. Shuning uchun ham barcha futbolchilarimizga rahmat aytgan bo'lardim va ijtimoiy tarmoqlardagi negativ gaplarga e'tibor bermasdan barcha e'tiborni keyingi o'yinlarga qaratishlarini so'rab qolardim. O'zbekiston olg'a!